To'yda o'tkazib olgan bo'lsanglar bo'ldi-da, bo'lmasa. Chor telefon. Tushunmam. Bo'l, jo'ra o'zim qaytaraman, bo'pti. Bratishka men tushunmadim. Bratishkang uka uyingda o'tiribdi. Balki akaxoning bo'larmi? Shaharga yangi kelganing sezildi, mashinani chetroq ol. Senda ikki og'iz gapim bor. Tinchlik nima to'xtatding? Ukam, shaharga yangi kelganing sirazi bilindi. Bu xaraktering bilan sen taksida ishlamagin. Agar ishlamoqchi bo'lsang, ko'zingni qisib ishlagin. Bu xaraktering. O uyingga borganda qilasan. Bu yer Sankt-Peterburg. Ko'tarmaydi seni xarakteringni, tushunyapsanmi? Men nastroyenam yaxshi edi, yaxshi joydan chiqdim. Seni xafa qilganim yo'q. Ammo keyingi safar kechirib o'tirmayman seni. Bola, ko'zingni och. Tushunarli bo'ldimi meni gaplarim? Tushunarli bo'ldi, tushunmadim. Kim bo'lasiz? Hazrat deganlarim men bo'laman. Xohlasang surishtirib ol. Seni to'xtatganim sababi yangi ekansan bu yerda. Pant yeb qolmagin, bola. Hayda mashinani. Ismingiz kim dedingiz aka? Hazrat. Xo'p, Hazratiga nomeringizni yozib olsam bo'ladimi? Bu siz nomeringizni? Shu nomer orqali meni topasan. Bolalar seviyasiga chiqadi o'zlari. Xo'p, mayli, sog' bo'ling. Tinch bo'l ukam. Sog' bo'ling.